Har bir inson istagan narsani bajarishi uchun uning qo'llari, oyoqlari, boshi va haftasiga 168 soati bor. Muvaffaqiyat deganda nimani tushunasiz? Mana shu savolga bugun Robert Kiyosakidan javob olamiz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Yutqizishdan qo'rqmang. G'oliblar yutqizishdan qo'rqmaydi. Muvaffaqiyatsizlik bu muvaffaqiyat yo'lining bir qismidir. Muvaffaqiyatsizlikdan qochadigan insonlar muvaffaqiyatdan ham qochishadi. Men doimo hamma narsaga umidsizlik bilan qaraydigan insonlarga hayron qolaman. Ular bu hayotda hech narsaga erishib bo'lmasligini va muvaffaqiyat faqat tanlangan kishilarga tegishli deb ishonishadi. Aziz umidsizlar, uyda yotib, pivani ichib, millionlar haqida xayol surganlarga muvaffaqiyat kelmaydi. Muvaffaqiyat harakat qilgan, hech qachon voz kechmagan va qattiq ishlagan insonga keladi. Fikringizni boshqaradiganlarni yodda tuting. Eshiklarimizga bejizga qulf osmaymiz. Sizning eng katta boyligingiz sizning miyangizdir va siz eshiklarni qulflashingiz kerak. Sizning akademik yoki kasbiy muvaffaqiyatingiz moliyaviy muvaffaqiyatingiz bilan umuman bog'liq emas. Vaqt eng qimmatli narsadir. Aksariyat odamlar undan to'g'ri foydalana olmaydilar. Ko'pchilik odamlar boylarni pulini ko'paytirish uchun ko'p harakat qilishadi, lekin o'zlarini boy qilish uchun hech qanday kuch sarflamaydilar. Boy va kambag'alning farqi ular o'z vaqtlaridan qanday foydalanishdadir. Juda ko'p odamlar o'ylashga dangasa. Ular yangi narsalarni o'rganish o'rniga kundan kun xuddi o'sha eski narsani o'ylaydilar. Eski harakatlarni qaytarib, yangi natija kutish ahmoqlikdir. Ilojim yo'q. Bu jumla kuchlilarni zaiflashtiradi, ko'zlarni ko'r qiladi, baxtli kishilarni xafa qiladi, jasur odamlarni qo'rqoqqa aylantiradi, daholarni qobiliyatlaridan mahrum qiladi, boylarni yomon fikrlashga majbur qiladi va har birimizni yutuqlarimizdan cheklaydi. Muvaffaqiyat. Agar inson minglab muvaffaqiyatsizliklarga va tushkunliklarga qaramasdan yana o'z maqsadiga qaytadigan bo'lsa, u albatta muvaffaqiyatga erishadi. Hayot rasvo. Biror narsaga erishish imkoni yo'qligini aytishdan oldin o'zingizga bu savollarni bering. Orzuyingizni amalga oshirish uchun shaxsan o'zingiz nimalar qilganingizni o'ylab ko'ring. Kechalari qancha uxlamagansiz? Qancha jarohat oldingiz? Necha marta qoqilib yiqilgansiz? Hech narsaga qaramasdan necha marta ishingizdan voz kechmagansiz? Oyoqlarim og'riyapti, juda charchaganman, vaqt yo'q, men iste'dodli emasman degan bahonalar bilan o'zingizni aldashni bas qiling. Bu hayotda hamma narsa bo'lishi mumkin. Agar siz o'zingizga ishonib, haqiqatdan ham xohlasangiz, albatta hamma narsa bo'ladi. Dunyoda zabt etib bo'lmaydigan cho'qqining o'zi yo'q.